Hammaga salom. Bilasizlar, audiomiz kundan kunga kengayib boryapti. Shuning uchun men bugungi videoda eski obunachalarim uchun make-up qilaman, yangi obunachalarim uchun o'zimni tanishtiraman. Qani bo'lmasam. Ismim Shabona, yoshim 15 da. Asli Namanganlikman, B+, hozir Toshkentda yashayman. Men juda ham hayotda anaqa sho'x, shaddod qizman. Odamlar bilan chiqisha olmayman, bilasizlarmi? Faqat masalan o'ziniki xato deb tursa ham, meniki to'g'ri deydigan odamlar bor. O'shalar bilan chiqisha olmayman. Sababi o'zim ham xuddi shunaqaman. O'zimning xarakterimni o'zim ko'tara olmayman. Men yana nohaqliklarga ham chiday olmayman va jim qarab o'tirmayman. Nohaqlik bo'lsa menga nisbatan menda hamma ko'p qizlar men bilan o'rtoq bo'lgisi keladi. Sababi menda xarizma o'ta kuchli. Meni xarizmam o'ta kuchli. Agar videolarimda ham sezgan bo'lsanglar kerak, men asosan emotsiyalarga berilib gapiraman. O'sha narsa bu xarizma deyiladi. Odamni o'z-o'ziga jalb qilish. Men 9-sinfman va maktabda men yaxshi o'qiyman. Sinfimizdagi eng a'lochi qizlardanman. Va maktabimizda men sardorman. Shu sababli ustozlarim bilan ham men yoshligimdan o'zi ustozlar bilan yaxshi kelishganman. Endi shunaqa videolarni, uborka videolar olganman birinchi yillarda bo'lsa, o'shanaqa video olishimga sabab bu Chechenka bo'lgan. O'sha hamma taniydigan Chechenka, ya'ni bu kanalimni ochishdan avval men bu kanalimga birinchi uborka videolar qo'ydim, asta-sekin qanaqadir daftarlarga stikerlar bezatib qo'ydim va hozir o'zimni lifestyle olganman. Hamma biladi o'sha lifestyle, krivima, har xil vloglar, короче, eng zo'r kontentlar men kanalimdan xos topsanglar bo'ladi. Birinchi o'z paytlarimda hamma narsa qilib ko'rdim. O'zi odamlarning hayot davomida odam har bitta ishni qilib ko'rish kerak-da. Har bitta ishni qilib ko'rish kerak. Odamni ichida bitta meni bo'ladi-da. O'sha meniga yoqish kerak. Masalan, sizni ustingizda, masalan, Shabbonaga hamma narsa yoqishi mumkin. Masalan, menga hamma narsa sport taraflarga ketgim keladi, boshqa taraflarga ketgim keladi, dizayner, tikuvchi bo'lgim keladi. Lekin ichimdagi menga ko'p narsa yoqavermaydi. Bitta menda emas, bu hammada bo'ladigan narsa. Ichingizdagi meningizga hamma narsa yoqmaydi. Shuning uchun odam har bitta yo'nalishda, har bitta kasbda yurib ko'rish kerak. Sababi ichidagi meniga to'g'ri kelish kerak o'sha kasb. Bitta kasbni ushlab turib, masalan, bitta yo'nalishni ushlab turib, tarixda davom etish kerak. Men har bitta yo'nalishga shu uchun kirib burnimni suqib ko'rdim va mana shu lifestyle, gramma, vlog menga to'g'ri kelgani uchun shu yo'nalishda davom etyapman. Ikkalasining qaysi biri yaxshi qarashini bilmayman. Doim bittasi unda, bunda qayirib ketaman. Shuning uchun hozir ikkalasi teng qayirib ko'rmoqchiman. Qaysi biri yaxshi bo'lsa o'sha. Lekin men bu yumshoqroq-da, u qanaqadir qattiq. Masalan, kontentni ko'proq ko'rib turishinglar uchun yana aytaman shu gapni, meni kanalimga